Uyg'urlarga oid 10 cho'ng qadimki shaharlar xarobisi. Uyg'urlar dunyodagi millatlar ichida eng baldur shaharlashgan madaniyatlik millatlarning biri deb qaraladi. Ajdodlarimizdan qolib qolgan turli qadimiy shahar xarobalarimi bizga Uyg'urlarning qadimki tarixidan va saltanatlaridan uchur berib, milliy ruhimizni izchil oziqlantirib turadi. Birinchi, Qumluqdagi sirliq Pompi Kroran qadimiy shahar xarobisi. Miladiyaning oldi keynida Tarimning sharqidagi Lopnor ko'liga yaqin joylarda Kroran podshohligi bor bo'lib, u ayni vaqtdagi dangliq Yipak yo'lidagi muhim o'tang va g'olliq tugun edi. Kroran xonligi ilgari xalqi paravan, zimini munbat va bo'stonliq edi. Dunyoga mashhur qadimiy shahar Kroran Sharqiy Turkistondagi muhim tarixiy joy bo'lib, hozirgi Lopnorning g'arbiga joylashgan. To'limu afsus, milodiya 4-asrning o'ttirlari atrofida bu dangliq davlat tuyuqsizla sirliq ravishda g'oyib bo'lib, bizga sanoqsiz sirlarni qoldirib qo'ygan. Bu el haqidagi eng og'irgi tarixiy uchurni Bartolit 436-yili deb qarasa, Muhammad Amin Bug'ra 435-yili deb qargan. Mazkur shahar 1901-yili Uyg'ur bo'voy o'rdakning yo'l boshlashida Sevin Hedin tarafidan dunyoga oshkorlangan. Ikkinchi, 2000 yil burungi Yipak yo'lidagi Marvoyit Miran qadimiy shahri. Qadimki Miran Taklimakan qumliqining janubidagi qadimki bo'stonliq shahri bo'lib, u Lopnor ko'li bilan Oltin tog' tizimlarining o'zaro kesishish eg'iziga joylashgan. U Sharqiy Turkistonning Xotandan o'tadigan janubiy Yipak yo'lidagi O'rta Osiyoga tutishadigan va Xitoyga kirib chiqadigan muhim yo'l edi. Miran shahri burun Kroranga qarashli bir shahar bo'lib, Kroran xonligi halok bo'lgandan keyin mazkur shaharning oqibatimi o'xshash bo'lgan. Miran qadimiy shahri xarobisining eng dangliq 3 simvoli bo'lsa, qanotliq farishtalarning tom rasmlari, Sharqiy Turkistondagi eng burungi Budda dini munorlari, Onla va Kroran davridagi yerlarni to'liq sug'urish sistemasi qatorliq bebaho yodikorliklar bo'lib, mazkur yodikorliklarning mukammal saqlanishi Miran qadimiy shahrining bundan 20 asr burunla yezigilik va madaniyat jihatda naqadar taraqqiy qilganligini ko'rsatib berdi. Uning o'rni hozirgi Chaqiliq nahiya markazidan 80 kilometr sharqda. Üçüncü, Sharqiy Turkistondagi eng cho'ng qadimiy shahar Idiqut xarobisi. Idiqut qadimiy shahar xarobisi Turpan viloyatiga joylashgan bo'lib, u qadimki davrlarda Sharqiy Turkistonning qatnash tugullari va markazlaridan biri edi. Idiqut demak podshoh demakdir. U milodidan burungi 1-asrda qurilgan bo'lib, sirtqi shahar, ichki shahar va o'rdi shahridan iborat 3 qismga ayrilgan. Butun shaharda 9 shahar darvozasi bor. Bu shahar Quchu Uyg'ur xonligi 850-yildan 1275-yilgacha Quchu Uyg'ur xonligining poytaxti bo'lib kelgan. Qadimiy shahar 13-asrning oxirida urushda tashlab etilgan. Binolarning ko'pinchisi vayron bo'lgan. Hozir faqat sirtqi shaharning g'arbiy janub va sharqiy janub burjikidagi 2 monastir xarobisilar to'limi yaxshi saqlangan. Mazkur xarobilik hozirgi Turpan shahrining sharqiga 40 kilometr keladigan o'ringa joylashgan bo'lib, chet ellik ekspeditsiyachilar va sayohatchilarni eng ko'p jalb qilib kelmoqda. 4.
Uyg'urlarning qadimiy poytaxti Beshbaliq. Beshbaliq Uyg'urlarning 5-asrdan 15-asrgacha bo'lgan tarixidagi gullangan poytaxtlardan biri bo'lib, mashhur olim Jabbor al-Ahmad o'zining Uyg'urlarda qonun va moliya atalg'ulari degan maqolasida mundoq deb yozadi. Miladi 12 va 13-asrdagi Beshbaliq Uyg'urlarining turmush saviyasi 20-asrning beshidagi shu joyning turmush saviyasidan ko'p ustun edi. Beshbaliq ilgari keyin Qonqil Uyg'ur xonligi, Quchu Uyg'ur xonliklarining yozliq poytaxti bo'lgan. 15-asrda urushlarda qadimgi Urumchi shahri bilan bir qatorda xaroblashgan. Beshbaliqning hozirgi xarobisi Jimisar nahiyasining shimoliga 20 kilometr keladigan yerda saqlanmoqda. 5. Rivoyatlardagi Uyg'ur davlatining xarobisi Niya qadimiy shahri. Niya xonligi qadimiy shahri afsonaviy va sirliq qadimki davlat bo'lib, 2000 yildan keyin dunyoda qayta namoyon bo'ldi. Niyaning qadimiy shahri Xotandagi eng jalbkor kuchga ega manzara rayoni bo'lib, Angliyalik olim Stein 1901-yili Swinheden bilan o'xshash bir yilda Niyaning xarobilarini tunji qatim bayqagandan buyon bu xaroba izchil dunyoning har qaysi joylaridagi g'olliq tadqiqotchilar va arxeologlarning yuksak diqqatini va qiziqishini qo'zg'ab kelmoqda. Niya nahiyasidagi Niya madaniyat yodgorliklari muzeyi yana Niya qadimiy davlatining eng qadimki ish izlariga, masalan, gilam, jip igirish aylanma chaqi, sopolqacha va boshqa turli turmush va ishlab chiqarish saymonlari, shundaqla qezivilingan har xil mumiyalarga to'yingan. Niya xarobisi Taxlimakan qumliqining janubiga joylashgan bo'lib, Niya nahiyasining shimoliga 100 kilometr keladigan joyda. Keyincha bu yerdan chiqqan qadimiy buyumlarning tarixi Xitoyning atalmış 5000 yillik tarixini necha qatlab qo'yg'ashqa Xitoy hukumatı mazkur xarobiga berib ziyorat qilishni qat'iy cheklab o'tgan. 6. Qadimiy Kusan davlatining poytaxti Kusan qadimiy shahri. Kusan davlati Sharqiy Turkistonning qadimki shahar davlatlarining biri. U yerning aholilari muzikaga mahir bo'lib qolmay, qilishvozlikka mahir edi. Bu qadimiy shahar Kuchar nahiyasining g'arbiga taxminan 2 kilometr keladigan Pilal yezisiga joylashgan. Kusan qadimiy shahri uzun mezgil Kusan xonligining poytaxti bo'lgan bo'lib, milodi 8-asrgacha 2 qitim Sadichindan chiqqan dushmanning tajovuziga, bir qitim cho'ng bulongchilikka uchirgan. 751-yili iyoldagi Talas urushida Tang sulolasi qattiq mag'lub bo'lgandan keyin Xitoylarning qadimi 1000 yilgacha bu zaminlarga yetmagan. Kusan qadimiy shahri keyin xonavayron bo'lgan bo'lsa-mu, tog' turalardagi bir qism san'at buyumlari saqlanib qolgan. Milodiya 3-asrda Kusan shahri Yipak yo'lidagi gullangan muhim shahar edi. Rahiblar va naqqoshlar g'or o'nkirlarini qezib, haykal qaturish va rasm sizishdek faoliyatlarni elib borgan. Kusan eli Uyg'ur tarixidagi mashhur Ko'mrajivaning ona yurti edi. 7. Eng mukammal xarobilik Yarg'ol qadimki shahar xarobisi. Yarg'ol shahar xarobisi qadimki Yipak yo'lidagi eng gullangan shaharlarning biri edi. U Sharqiy Turkistondagi eng qadimki shaharning biri bo'lib, qadimki Kiroranga o'xshashla bek donliq shahar. U yana Sharq Pompey deb atalgan. U dunyodagi eng cho'ng, eng qadimki va eng yaxshi saqlangan shahar bo'lib, dunyodagi to'pi imoratlar soni va sifatda tangdoshsiz bo'lib qolmay, balki Sharqiy Turkistondagi birdan-bir va eng mukammal qadimki Uyg'ur shahri.
U yana dunyoga danglik qadimki shaharning birdan-bir ulgisi. Bu shahar g'oyat zo'r qadimki qurilishlar, segiz haykallardan tarkib topgan bo'lib, uning o'zguchi qurilishi yolg'iz Sharqiy Turkistondala emas, balki chet ellardami oz uchraydi. Yarg'ol qadimki shahri hozirgi Turpan shahrining g'arbiga 10 kilometr keladi. 8. En güzel xarabılık Almılık qadimiy shahar xarobisi. Uyg'urlar dunyoda olmani eng burun yetishtirib parvish qilgan va olmidan g'oyat zo'r molosul olgan millat. Olma bog'vanchiligi Uyg'urlarning muqim o'ltiraqlashish va bog'vanchilik hayotida barliqqa keltirgan zo'r utuqlarning biri. Almılık qadimiy shahri ana shu shonliq tarixning jonliq pakiti edi. Afsus, buovat shahar Mo'ng'ullar va Amor Temur tarafidan qonvayron qilib tashlangan. Shundaqdimi, uning qo'shmiqi Olma ota shahri hozirmi bu qadimki shaharga yaqin bir joyda qad ko'tarib turmoqda. Olmılık qadimki shahri Qo'rg'os nahiya bozorining sharqiy shimolidan 15 kilometr yiroqlikdagi Qo'rg'os Mozor degan yerga joylashgan. 9. Uyg'ur qog'onligining saltanatlik yaldamisi Ordubalik xarobisi. Tarixiy manbalardagi Qarabalg'osun shahri, ya'ni Uyg'urlar Ordubalik shahri deb ataydigan Qutluq shahar aslida Ko'kturklarning qal'asi va Orxunda qog'onlik qurgan Uyg'urlarning poytaxti edi. 820-yilga kelganda bir arab sayohatchi Uyg'ur davlatining poytaxti Ordubalik shahriga borgan bo'lib, u o'zining shu qitimda yozgan sayohatnomasida Uyg'ur davlatida ko'rganlari haqida to'xtalib mundaq deb yozgan. Ordubalik intayin cho'ng bir shahar ekan. Shaharning hamma atrofi terilg'u yer va meva bog'lari bilan qoplangan bo'lib, xalqi intayin boy ekan. Xalqi boylik ichida bayashat yashaydi ekan. Xalqi mani diniga e'tiqod qiladi ekan. Arab sayohatchi kitobida Uyg'ur davlatining harbiy kuchi haqida to'xtalib mundaq deb yozgan. Mazkur Uyg'urlarning jami 17 qabilasi bor. Har qabilaning qabila raisiga qarashliq 13 ming askari bor. Bulardan boshqa Xoqonning qo'l ostida 12 ming harbiy bor bo'lib, Uyg'urlarning jami 333 ming askari bor ekan. Bu qurlardan 740 va 840 yillardagi Uyg'ur qog'onligining poytaxti va davlat kuchini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu baliqning 12 g'oyat cho'ng to'mir qovuqi bor edi. Shahar sepili jigarrang qishlar bilan qurilgan edi. Sepil atrofi to'rt tarafda liqqida suv to'ldirilgan xandaklar bilan o'ralgan edi. Qog'on oilasi xos turadigan Ordubalik oldida ikki buyuk qovuq va kuzatish munori qo'yilib, bexatarlik tadbirlari kuchaytirilgan edi. 1879-yili O'rus sayyoh Padarin tunji bo'lib bu shahar xarobisini ziyorat qilgan va xotir qoldirgan. Lekin bu shaharni xato holda Qarqurum xarobisi deb taxmin qilgan. 1889-yili O'rus olimi Nikolay Yadrintsev tunji bo'lib bu yerni Orxun Uyg'ur qog'onligining xarobisi deb bekitgan. Ordubalikning xarobisidan qaraganda Uyg'urlarning bu qadimiy poytaxti Chingizxon qurib chiqqan Mo'ng'ullarning poytaxti Qarqurumdan 10 nesli cho'ng edi. 10. Olib Ertongadın Ustuq Bo'raxongacha gullangan eng qadimki shahar Xanoy xarobisi. Xanoy qadimiy shahar xarobisi hozirgi Qashqar shahridan 28 kilometr yiroqda bo'lib, bugungi Qashqar shahridan 28 kilometr yiroqlikdagi doira ichida qadimki Kashgar shahri deb faraz qilinib kelayotgan qadimki xarobi izi bo'lib, mazkur xarobining tarixiy o'tmishi to'g'risida ba'zi bir to'liqsiz ma'lumotlardan boshqa
sistemalik yozilgan tarixiy va adabiy asarlar texcha ko'zga ancha chiliqmayotidi. Ulug' bovimiz Mahmud Koshig'ariy Qashqarni Xonoy, Xon shahri va Ordikent nomlari bilan atagan. Yerlik Uyg'urlar bu xarobini Xonoy qadimqi shahri, Daqyanus shahri, Hasatam shahri, Xon shahri qatorliq nomlar bilan atab kelgan. Mazkur qadimqi Qashqar Xonoy to'g'risida yozilgan adabiy asarlarning mutlaq ko'p qismi turli sabablar bilan yo'qolganligi ehtimolga eng yaqin. Bu shaharning uzoq tarixi bo'lganligiga dalil shuki, Mahmud Koshig'ariyning Turkiy tillar divonida Qashqar Ordikent deyiladi. Buning ma'nosi xon turdigan shahar, ya'ni markaz deganlik bo'ladi. Chunki bu shaharning havosi yaxshi bo'lganlikdan Afrasiyab shu yerda turgan deyilgan. Afrasiyab Olib Ertuğ'a qolganning Parischa ismi bo'lib, bu podshoh milodidan ilgiriki 652 yildan 624 yilgacha taxtda o'ltirgan.